$74,900 naqdga 10 sotuvdan iborat bo'lgan mana shu 4 xonalik tayyor xonadonimiz sotilmoqda. Zo'r joyi, gazlari bor, sveti bor, suvi bor, lokatsiyasi ham zo'r joyda. Oxirida aytaman, qaranglar, uyimizni fasad qismi bo'ladi va yo'l yoqasida joylashgan asosiysi. Endi uyimizni ichkaridan ko'ramiz. Marhamat, kirib kelishingiz mumkin. Kirib kelishimizda ko'rishingiz mumkin. Eng tarzdagi darvozaxonamiz usti yopiq holatda bo'ladi albatta. Bemalol ikkita mashinani sig'dirishingiz mumkin. Bu tarafda ham burchakka qilingan hovlimiz bo'ladi va pastda molxonalarimiz, oshxona, yozgi oshxonamiz joylashgan. Ularni ham o'z obzorini ko'rsatamiz. Birinchi uylarimizni ko'ramiz. Yuring, marhamat. Birinchi xonamizni ko'ramiz. Kirishimizda birinchi xonamiz, mehmonxona qilib qo'yishingiz mumkin. Tayyor remont holatda, отоплениялар bor, pardalar bor. Remonti yaxshi holatda turibdi. Keyingi xonamizni ko'ramiz. Marhamat, yuring. Bu yerda ham keyingi xonamiz bor. Marhamat. Kirishingiz mumkin. Bitta xonamiz bor va bu yerdan ikkinchi xonamizga o'tib ketishingiz mumkin. Bu yerni o'zingizga, ya'ni ota-onalarga yotoqxona qilishingiz mumkin. Sababi bu tarafda sanuzelimiz joylashgan. Marhamat, kirib ko'rsating, keling. O'zingiz ko'rsang. Dush qilish uchun keyingina sanuzelimiz. Bu yerdan siz oshxonaga chiqib ketishingiz mumkin. Eshigi bor. Bu yerda oshxonamiz bo'ladi. Kuxni stenkalari bor, faqatgina gaz plita olib kelib o'rnatasiz. Gazlari bor. Bu yerda yana bitta mehmonxonamiz bor, ko'rishingiz mumkin. Keyingina shinamgina mehmonxonamiz. Отопление barcha jihozlari qilingan, gazlari bor. Devonda yaxshi holatda ko'rib turibsizlar. Hovlimizni umumiy maydoni eslatib o'taman, 10 sotuvdan iborat. Molxonamizni ko'rishingiz mumkin. Juda ham keng, sharoitlarga ega bo'lgan, juda ham chiroyli qilib qo'yishibdi. Bemalol 20 ta 30 ta molni sig'dirib boqishingiz mumkin. Orqasida yozgi hojatxonamiz mavjud va keyingina maydon, ya'ni огород zonasi ham bor. 10 sotuvdan iborat ushbu hovlimiz. Burchakda ko'rishingiz mumkin. Yozgi oshxonamiz, oshton, ochoq, tandir ham o'rnatib olishingiz mumkin. Hovlida barcha sharoitlar mavjud. Juda ham fayzli xonadon ekan. Narxini boshida aytganimdek $74,900 naqdga sanasangiz raz afalni qilib berildi. Mayli sunnatiga ozmuncha o'tib beraman dedilar. Pastda joy egalari raqamlar turibdi. Bemalol telefon qilib barcha ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Endi sizlarga manzilni aytaman. Cho'l shahridagi G'ayratga kirib kelishdagi Sokin baliqxonasi bor, hamma biladi ko'pchilik. Undan keyingi muzqaymoqxonamizdan keyin mana shu uyimiz bo'ladi. Asosiysi yo'l bo'yida joylashgan, juda ham fayzli xonadonimiz. Pastda telefon raqamlar turibdi. Tezda aloqaga chiqamiz. Batafsil ma'lumotga ega bo'lib, uyni bosib olamiz. Juda ham zo'r narxda.